Qavatlari qat-qat chiqadigan ko'k piyozli, sariyog'li qatlama tayyorlaymiz. Iliq suvga 1 qoshiq tuz, 1 qoshiq o'simlik yog'ini solib aralashtiramiz. Uni solib qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qoramiz va yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz tinib chiqquncha ko'k piyozni maydalab to'g'rab tayyorlab olamiz. Tinib chiqqandan keyin 4 ta zuvalachalarga bo'lib olamiz va bittasini olib yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni qancha yupqa yoysak, qatlamani qavatlari shuncha ko'p bo'ladi. Endi sariyog'ni eritib tayyorlab olamiz. Men o'zim ishongan kallex sariyog'laridan ishlatdim. Sariyog'ga ozgina o'simlik yog'i aralashtirib xamirimizga suramiz. Ko'k piyozni ham solib, yana 1 qavat xamir bilan ustini yopamiz. Yana sariyog' surib, xuddi ko'rsatganimdek qilib pichoq bilan kesib chiqamiz. Endi bir chetdan o'rab kelamiz va qatlamani oldindan tayyorlab olingan pishiriq qog'ozga qo'yib, qattiq bosmasdan yengilgina yoyib olamiz. Pishiriq qog'ozini listga olib, oldindan qizdirilgan duxovkaga qo'yamiz va qizargunicha pishirib olamiz. Mazali qatlamamiz tayyor.